Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz hozir Stokholmniki, Shvetsiyaning Stokholm poytaxtiniki Erfeller rayoni bo'lgan biz Malmöda markaziy yerda turyapmiz. Metro o'tadigan yo'lda. Chunki talad yomg'ir yog'yapti. Onun uchun men bugungi shu dunyo xarakterlik o'tkazayotgan 2019 yilda lagerlar taqalsin degan bu namoyish qilmoqchi bo'lish uchun Shvetsiyadagi imkoniyat yaratgan qarindoshlarimiz bilan birlikda hozir bu shu o'tish bo'lgan odamlarga qarab o'tadigan rayonda kelib turib shu jazo lageridagi qarindoshlarimiz organizatsiyalarini ko'tarib yerga tizib o'tgan ko'chganlarga tushuntirish uchun bu yerda turyapmiz. İnşallah bugünkü faaliyet yolsuzluk faaliyet hem şehir merkezlerine beklediğimiz yerlere gittik. Üstümüzden yakın olan trafik yerlerine kılışık turuştuk. Yerdeki çıkıp görünmelerine, yerdeki yerliklerine üstümüzden barışça iş düşündürüşken ahvalımızda yetişken bir hizmetimiz inşallah. Tamamlar.